Salom do'stlar, bugungi videoda sizlar bilan Telegram Premium obunasini sotib olishni o'rganib o'tamiz. Juda ko'pchilik Telegram Premium obunasini xarid qilishni bilmas ekan yoki Telegram Premium xarid qilishda kod kelmasligi, karta ulanmasligi kabi muammolar kuzatilayotgan ekan. Bugungi video orqali ushbu muammolarning barchasini video davomida o'rganib o'tamiz. Telegram Premium sotib olishdan avval bizga Telegram veb-sayti kerak bo'ladi. Ushbu sayt Telegramning ofisial sayti hisoblanadi. Ushbu sayt orqali Telegram Premium sotib olmoqchi bo'lgan akkauntimizga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Akkauntimizga kirib olgach, biz qidiruv bo'limiga Premium bot deb yozishimiz kerak bo'ladi va bizga Premium bot sotib olish mumkin bo'lgan bot chiqib keladi. Ushbu botga kirib start tugmasini bosishimiz kerak va bot bizga Premium narxlarini chiqarib beradi. Biz bot orqali bir oylik Telegram Premium obunasini 36 ming so'm evaziga xarid qilishimiz mumkin. Siz uchun 1 yillik Premium obunasi kerak bo'lsa, ushbu bot orqali 1 yillik Premium obunasini 270 ming so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Xarid qilish uchun esa o'zingizga kerak bo'lgan Premium obunasini tanlaysiz va to'lash bo'limini bosishingiz kerak bo'ladi va bizda to'lov qilish oynasi ochiladi. Ushbu bo'limga biz o'zimizning Visa karta yoki Mastercard ma'lumotlarimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Bizdan kartamizning 16 talik raqamlari va amal qilish muddati va KYC kodlarini kiritishimiz so'raladi. Eslatib o'tamiz, to'lov qilishdan avval kartangizga Telegram Premium narxidan 5 ming so'm yoki 10 ming so'm ko'proq pul solishingiz kerak bo'ladi. Buning sababi siz foydalanayotgan kartangizdan bank tomonidan qo'shimcha foizlar ushlab qolinishi mumkin. Karta ma'lumotlarimizni kiritib bo'lgach, Telegramning oferta shartlariga rozilik bildirib to'lov qilish tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi va bizning kartamiz ulangan telefon raqamiga tasdiqlash kodi yuboriladi. Kelgan kodni kiritib olamiz va biroz kutishimiz kerak bo'ladi. Agar sizning to'lovingiz tasdiqlanmasa yoki xatolik deb chiqarsa, bunday holatda siz boshqa bankning Visa kartasi yoki Master kartasidan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Aynan siz foydalanayotgan karta bilan to'lovni amalga oshirib bo'lmasligi mumkin. Shu tufayli boshqa bank kartasini sinab ko'rishingiz tavsiya etiladi va biz biroz kutishdan so'ng Telegram Premium obunasini muvaffaqiyatli sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p do'stlar, sizlarda bir necha xil savollar paydo bo'lishi mumkin. Birinchi savol: Telegram Premiumni Telegram ilovasi orqali sotib olsak bo'ladimi? Ikkinchi savol: Telegram Premium sotib olishda qaysi banklarning Visa kartalaridan foydalansak bo'ladi? Telegram Premium obunasini hozirgi vaqtda 70-80% telefonlarda Telegram ilovasi orqali sotib olib bo'lmaydi. Bunga sabab Telegram ilovasi avtomatik to'lovlarni qabul qilmasligi tufayli biz Telegram Premium obunasini ilova orqali sotib olishimizda xatoliklar yoki to'lovlar bekor bo'lishi kabi muammolar kuzatiladi. Ikkinchi savolga kelsak, Premium obunasini qaysi bankning Visa kartalari orqali sotib olishimiz mumkin? Shaxsan tavsiya beradigan bank kartalarim ichidan Uzun bank, Oktomobile yoki Ipak yo'li Visa kartalari orqali sotib olishni tavsiya beraman. Ushbu bank Visa kartalari orqali siz Premium obunasini hech qanday xatoliklarsiz, ortiqcha komissiyalarsiz sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh do'stlar, siz hali ham Telegram Premium obunasini sotib olishda qiynalayotgan bo'lsangiz yoki sotib ololmayotgan bo'lsangiz, biz sizga Telegram Premium obunasini xarid qilib beramiz. Sizga Telegram Premium obunasi kerak bo'lsa, ekranda ko'rsatilgan Telegram linklarga yoki video kommentariyasidagi linklarga murojaat qilib Telegram Premium obunasini xarid qilishingiz mumkin. Do'stlar, videomiz foydali bo'ldi degan umiddamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, bundan keyingi foydali videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'z fikrlaringizni ham video kommentariyasiga yozib qoldirishingiz mumkin. Sizlar bilan Online Money TV kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.